Yana bir bor assalomu alaykum. Farg'ona! Yetimdali 70 kilogram yengil vazn toifasi and lightweight division lehki division ligi Amir Timur Fighting Championship. Рефери в октагоне добро пожаловать. Лучший рефери по версии АМФ ММА из Навангана Чорто, из Задалла Шарипа. Yanır zamanı, yanımın babası altın ulantı. Namısın büyük saxtağan el babuşunluğu tından çürüktü. Kadının tuyu barktanan mehden geçme çığlık. Kayratından can bağan, kalın eldi barktağan. Egemendikti encilen ömrüm bergen bizgen kançadan Naşta izi kalgan kırgızımdın birrin jettin avlısqa birrin jettip yıldızqa birrin jarrap namızqa bir-birinden alışma Arnağan kanan ey yerine çında öçmezsem gekti Batırlar kanan ey bayırdan vurup taştı eldeşti Namısın büyük saxtağa del Yavaşınlığı tından çürüktü Kaderim duyup barktanan Hayratından can bağan Kalın eldi barktağan Egemendikti elçiler ömrün birgin А теперь встречайте его соперника. В октагон приглашается Хубавюн Тохтамурота! Jonli musiqa sadolari ostida chiqib kelmoqda. Humoyun To'xtamurod. Fångarning duose Många djur häckchicken maslo Nunukun puller och näck duose Kosa pururing håller och vane Bestärka fonder beachtod Ottola kalbin chirame Karashin tukar jolar ninkane Kosa pururing timur och vane Vatan bayroğan Ring tomon borrar och stek om lånen Rabbi börshoq oldi shermi Qo'ri jangda qaytmaydi aslo Qoriydi asrar vatan ro'g'in Humoyun
70 килограмм вазн toifasi. Официальное представление бойцов. И первое синий угол. Ему 27, его рост 1,75 сантиметров, вес 70 килограмм ровно. Он кандидат мастера спорта по боксу, кандидат мастера спорта по ММА. Представляет бойцовский клуб «Восток» из Бишкека, Кыргызстан. Путник Сапар Сайдуллаев. Его соперник, рахиба Кызыл бурчакта, 26. Его рост 1,84 сантиметра, вес 70 килограмм ровно. Он кандидат мастера спорта по грэпплингу, мастер спорта по ММА. Он мастер спорта и чемпион Узбекистана по K1. Мастер спорта и чемпион Узбекистана по ушу санда. Представляющий бойцовский клуб Какан Файтер Фаргона Кохон Узбекистан. Хумаюн Тоқтамурата! O'zingiz eshitdingiz, menimcha ortiqcha tanishtirib o'tishning umuman hojati yo'q, kerak emas. Jang boshlandi. Boy borasida farq bor, himoyan balandroq. Jab. Yana bir jab. Ikkalasi ham o'tyapti. Aldamchi harakat oyoqda. Overhanddan xud bo'lish kerak. Humoyun To'xtamurodov faqatgina overhanddan, qolgan zarbalarga e'tibor qilish kerak emas. Yana bir low kick. Qisqa jab zarbasi ortidan. O'ng qo'l hozir qo'llar ustidan zarba yo'llashga harakat qilib ko'rdi. Humoyun To'xtamurodov. Qanday zarba yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda. Front kick. Masofada turyapti, masofadan turib ishlayapti. Raqib ham qanday chiroyli kombinatsiya, ammo mo'ljalga bormayapti. To'xtamurodov ijrosida low kick ortidan raqib poylayapti. Buni sezyapmiz. Poylayapti. Balki mana shu o'ng qo'l overhanddan amalga oshirishga astoydil harakat qilib ko'radi Saparbek Saydullayev. Bu tushunarli. Bu tushunarli. Chaqiruvchi harakat. Yana chaqiruvchi harakat ortidan amalga oshirildi. Qarshi hujum. O'tmadi, bormadi mo'ljalga. Front kick. Round kick. Mo'ljalga boryapti. Shoshmasdan shuni davom ettirish kerak va qarang, Saydullayev hozir jangni parterga o'tkazishga harakat qilib ko'rmoqda, ammo bermadi. Himoya o'z vaqtida himoyalandi. Saydullayev oxirigacha boryapti. Oxirigacha hozir jangni parterga o'tkazishga bo'lgan harakat, ammo aylantirib tashlayapti. Humoyun To'xtamurodov raqibini. Takedown bormi, yo'qmi? Yo'q, oyog'ini chiqarib olmoqchi. Mana takedown. Yuqori amplitudada. O'zimni eshitmay qolyapman arenadan. Va zarbalar yog'dusi katta boshlandi. To'xtovsiz Zatila Sharipov referi mount holatidan to'xtamayapti. Zarbalar yo'llashda davom etmoqda.
Kuchli zarbalar ketdi va bo'ldi. Jang yakuniga yetdi. Humoyinni yo'qotib qo'yishdi. Qachon chiqib ketganligini ko'rmay ham qoldik. Kimnidir oldiga borib qutlab keldi chamamda. Birgina xatodan unumli foydalandi. Raqib o'zi parterga bormoqchi edi, o'zi tushib qoldi o'sha vaziyatda. И в этом поединке зафиксирован TKO. Победу техническим нокаутом одержал Коков Фаргон Узбекистан Хубаюн Барс To'xtamurodov. Humoyun To'xtamurodov. G'alaba. Takrorlab qana ko'rasiz, qisqa tanaffus ekrandan aslo do'stlar uzoqlashmang. Main event va co-main event oldinda qani. Итак, друзья, мы продолжаем наш турнир. Девятый